Keyin yana bitta savolim bor. Xurshid aka, bu ushbu quriladigan ko'prik Qashar yo'li bilan quriladi deganga siz o'zingiz fikringiz qanday? Buni albatta mahalliy byudjetdan ajratiladigan qismi bor. Lekin buni Tumanga agar Aydarko'lni haqiqatan investitsiya qiladigan bo'lsa, tadbirkorga keladigan bo'lsa, tumanga juda ham katta foydasi bor. Mana sapoklar harbiylarda. Mana bu snayperskiy vintovkami? Assalomu alaykum. Qani bir ma'lumot berib yuboringchi Aruja haqida? SMD snayper vintovkasi 1958-yil SSSR davlatida ishlab chiqarilgan. Uni talafot etkazish maydoni birga qarshi qo'l granatametda zarba texnikalarni yo'q qilishga mo'ljallangan. RPG 7V, vojskovoy. Uzoqqa ochish masofasi 500 metrgacha bo'lgan tank, zirhli texnikalarni yo'q qilishga mo'ljallangan. Ketadi. Granatasi yo'q bu yerda? Yo'q, streli yo'q. Granatasini og'irligi 2 ta granata ketadi, 2 kilo ketadi, bittasi 2 kilo 200 ketadi. Ishlab chiqarilgan? Ishlab chiqarilgan. Rossiya bo'lsa kerak. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Yaxshi, charchamang. Mana bu pulemyot adashmasam, ha? Qani bu haqida kim ma'lumot beradi? Mana keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Pulemyot haqida ma'lumot berib yuboringchi. PKM bo'lib, pulemyot Kalashnikov avtomati. 3800 metrga yetib boradi. 3800 metrga yetib boradi. 1200 metrgacha aniq nishonni mo'ljalga olib uradi. Bu 9 kg mi? Anasa tumanida. Assalomu alaykum, Askar aka, yaxshimisiz? Ma'lumot berib yuboringchi. Robitsa D20 dir. Qattiqroq gapiravering, iloji bo'lsa. Dushmanni yer usti, yer osti nimalarni yakson qilish mo'ljallangan. Modeli? Robitsa D20 dir. Uchta Robitsa. Ishlab chiqarilgani Rossiya. Samolyot vertolyotlarini havodan mudofaa qilish uchun mo'ljallangan bu. O'qining esa kalibri 23, og'irligi 950 kg. Yana uni qulaylik taraflari avtomatik aligisi 75 kg dan. 75 kg. O'qining kilogramligi necha kilogram chiqadi? 450 gram. Diametri, uzunligi 23. Ishlab chiqarilgan Rossiyami, rossiyskimi? Bu 20 minomyot. Asos dushmanning atrofi okoplar, so'qmoqlar, texnikalarni zirhli yo'q qilishga mo'ljallangan. Pexotani askolka minalari bor, 3 turga bo'linadi. 2 oyoq lafet, stol, tayanch plitasi, qo'shimcha aravasi bor. Minalar turi, 4 ta turi bor. Askolishni yorituvchi tutunli targ'ibot minalari bor. Asosan kurish moslamalari, uzoqqa otish masofasi 7100, eng yaqinga otishi 400. Og'irligi 282 kg, yurish holatida 500 kg. Rahmat. Qarata 440 metr, yugurish nishonga qarata 625 metr. O'rinda yana bir savol bermoqchi edim. Nega aynan harbiy xizmatga xotin-qizlar olinmaydi? Endi bu mentalitetimizdan kelib chiqib ko'proq yigit kishilarga mo'ljallangan. Bu yerda jismoniy endi zo'r. Bitta bo'lsin bo'lmasa Arnasoydan. Arnasoy yaqinda yozgan buni. Qani bitta bo'lsin-chi? Sal bu yoqqa qarang. Mikrofondami? Kelmagandim, goh quvondim, goh yig'ladim quchog'ida. Meni shoir qildi shu yer Arnasoyim, yurtdoshim. Bu dunyoga shoir bo'lib kelmagandim.
goh quvondim, goh yig'ladim quchog'ida. Meni shoir qildi shu yer arnasoyim. Budjet pullardan talabalarga ancha pul ajratib berilayotgan ekan. Nechta bo'layapti pul ajratib Mana berilyapti? hozir shu bugungi kungacha 17 nafar oliy ta'lim muassasasida o'qiydigan yoshlarimizga ularning oilaviy sharoitini o'rganib, ishchi bilan o'rganib chiqib, mana shu kontrakt to'lov pulini to'lab berish kerak degan xulosaga kelganimizdan keyin buni deputatlar bilan birga ko'rib chiqib, mana shu 17 nafarga hozir to'lab berdik. Mana o'zingiz bugun guvohi bo'ldingiz, yana 10 nafar mana shu ijtimoiy og'ir vaziyatga tushib qolgan oilaning bolalarini mana shu safarbarlik chaqiruvi to'lov pulini hozir 5 million 250 ming so'mdan 10 nafariga mana bugun sertifikatini berib ular to'lab berdik. Mana bu ham nimani hisobidan? Mana shu hurmatli yurtboshimizda bir yangi tizim. Mana shu mahalliy byudjetdan orttirilgan pulni o'sha mahalliy hokimiyat o'zini tasarrufiga qoldiryapti. Biz buni deputatlar bilan birga ko'rib chiqib, mana shu bugun nima qilishimiz kerak? Mana oliy ta'lim muassasasiga mana MTR safarbarlik to'lov pullarini mana shularni kelib chiqib qayerga? Agar biron bir ko'chani obod qilish kerakmi, yo'llarga tosh yotqizish kerakmi? O'sha deputatlar o'rganib keladi, mana shularni umumiy sessiyada muhokama qilib, mana shu bo'yicha yo'naltiryapmiz. Endi asosiy yoshlarga ko'proq e'tibor berilyapti, kelajak mevasi. Xuddi shu kunda mana shu ko'p bo'lmadi, mana 10 kun oldindan aytadigan bo'lsak, 10 kun oldin mana shu byudjet puldan yoshlar daftari, ayollar daftaridan 271 million so'm pul ajratib, 38 nafar shu ishsiz yoshlarimizga, ayollarimizga tikuv mashinasi olib berdik. 22 nafar bu yosh yigitlarimizga, shu ishsiz fuqarolarimizga hayvonlash uskunasini olib berdik. Bundan tashqari motokultivatorlar olib berdik. Mana shu dehqonchilik qilaman degan yoshlarimizga mana shu hammasi mahalliy byudjet ortilgan qismidan amalga oshiriladi. Xudo xohlasa yana qolgan muddatda o'rganiladi, asfalt qilinmagan ko'chalar asfalt qilinadi, xudo xohlasa. Hammasi bosqich amalga oshirib boriladi. Rahmat. Aylanamiz, yurgulamiz, ishlasolmaydi inonamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi, endi biz ham uylanamiz, aylanamiz, yurgulamiz. Buni muallifi kim ekan? Mana bu yerda. Assalomu alaykum, keling opa qani? Sizga aytib o'tganim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mukarramxon Toshpo'latov. Sizga qanday sharoitda yaxshi yaratib berildimi? Ish faoliyatingiz qayerda? Ish faoliyatingiz qayerda olib boryapsiz? Musiqa maktabida. Ha, musiqa maktabi direktorisiz. Sharoitlar yaxshi. Sharoitimiz yaxshi, Hojimakamiz hammasi jazaga beryaptilar, tadbirlar o'tkazyapmiz. Yoshlarni iloji boricha zeriktirmasdan nima deydi? To'g'ri yo'lga boshlayapmiz. Kimlarga minnatdorchilingizni aytib qolasiz? Mana shu Arnasoy xalqiga, Muhtaram prezidentimiz, prezidentimizga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. O'shalarning tashabbuslari bilan hokim akamizga yaratib beryaptilar. Hokim akamizga muallifsizmi? maktabimizni qo'l ishlari, Mana. Qani bu haqida siz ma'lumot berib o'tingchi. Obzorini qilamiz, qani? Qanday matodan ishlatilgan bu? Kasa iplari bilan bosma chopga tikilgan. Mana anglatadi burasi. Bu Farhod va Layli va Majnunni simasiga yaratganman. Bosma chopga. Sevgi shiori. Shunday chiroyli chiqdi. Yo'qdan baxshakalarimiz ham bor ekan, qayerda baxshakalarimiz? Arnasoy haqida bormi? Arnasoy haqida. Arnasoy haqida. Arnasoyda to'shib aysam arziydi. Arnasoyda jo'shib aysam arziydi. Quloq soling burmaydan ayollar. Ravon bo'ldi qarang do'stlar yo'llari.
Kufat ko'tardi qorang buna uylari Kufat hammaga qarang yursangiz Aydar ko'l degan yeri bor Bir maydon terva qilaman Arnas hayday joyimdi Qarang endi guli bor 15 botqon keladigan zag'ara sazar bola bor Borib ko'rindim mehmonlara Arnas hayday Aydar ko'l degan katta ko'li bor Rahmat. Bu yerda qizchamiz rasm chizyapti ekan, a? Ha, bu rassom qizimiz. Bu ham musiqa maktabi 5-sonli musiqa maktabi o'quvchisi. Hali nima deydi? Boshlang'ichmi? Yaqindan beri chizyapsanmi rasmni? Endi boshladingiz. Bu nimani qiyofasi bu? Hokimiyatni? Ha, xudo xolisa ozgina nima deydi? Opit dedi, nima deydi o'zbekchasiga? Tajriba oshgandan keyin xudo xolisa chiroyli rasmlar bo'ladi. Yaxshi. Ularda ko'p hozir tabiat Mana shularni hammasini shular chizgan. Men xonamdagilarni bir keyin ko'rasiz. Bu hozir qo'l variantini ko'ryapsiz-da, qurigandan keyin boshqacha effekt beradi bu. Professional chizuvchilaringiz ham bormi? Da, professional chizuvchilarimiz. Hozir dam olyapti, ketib qolgan menimcha. Sherzod bor, Xurshidbek. Misol uchun bu professionalni kartinalarni chiqarib sotsa bo'ladi, o'zini nima deydi, chizib, tadbirkorlik bilan shug'ullansa ham bo'ladi. Ayollarimizga hammaga portret tarqatishdi. O'sha 5-sonli musiqa maktabini chizgan rasmlarini. Hamma xursand bo'lib, Toshkentdan olib keldi deyishdi, lekin biz maktabda. Yo'q, misol uchun o'zim fikrim bo'ladigan bo'lsa, agar yaxshi chizuvchi bo'ladigan bo'lsa, o'zini portretini chizib sotib qo'ysa ham bo'ladi. Bu tadbirkorlik yo'lini ham boshlasa bo'ladi. Mana biz nima qildik? Bu yerda o'sha yerdagi yoshlarni motivatsiya berish uchun rasmlarni mana 8-martga hamma xotin-qizlarimizga, xonasiga bir kartinka qilib sovg'a qildik. Ularni biz baribir o'sha sovg'a olishimiz kerak edi. Bir magazindan, do'kondan nimadir sotib olishimiz. O'sha pulni portretlarni ko'rib, hammasini yig'ishtirib olib keltirib, o'sha yoshlarga pulini berdik. Ana, siz endi portret sotib olgansiz. Shunday hisob bo'lyapti, to'g'ri. Bu ham tadbirkorlik. Juda ajoyib ish bo'ldi lekin. Hamma xursand. Yaxshi. O'sha yerda yoshlar chizyapti uning narsasini. Mana bu yerda ham Jizzax qiyofasi rasm tushirilgan portretlar bor ekan. Mana Jizzax vokzal. Mana bu tomonda adashmasam Aydarko'l. Kim chizgan bularni? Mana shu ustozi. O'quvchilaringiz chizgan. Lekin kartinka chiroyli chiqdi. Kompozitsiya qilib ishlangan. Ha? Kompozitsiya qilib ishlangan. Rassom o'qituvchi. Yuzlariga chiqqan. Graflari. Kamalaki yuzlariga yaqinda chiqqan musiqa maktabi rassomlari. Qayerdan? Tumandanmi yo boshqa? Men Arnasoy tumanida o'qiyman. Arnasoy tumanida, shu yerda 16-savxozda 2-maktabni o'quvchisi, 9-sinf o'quvchisiman. 9-sinfni tamomladim. Hozirda Jizzax viloyatida yosh jurnalistlar maktabining o'quvchisiman. Men sizga hozir intervyu olmoqchi edim, sizni ko'rib juda xursand bo'ldim. Alisher bobo, sizdan sizga beradigan savolim shundan iboratki, hozirda faqat Arnasoyda yoshlarga e'tibor qaratilyapti. Faqat yoshlarning e'tiborini tortib, yoshlarga katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Siz Arnasoy tumanidan chiqqan, qaysidir iqtidorli yoshni, shiddat bilan chiqqan iqtidorli yoshni ism familiyasini eslay olasizmi? Mana savolingizga men 2-maktabda o'qidim dedingiz. Men tuman bo'yicha ko'plab juda yoshlarni bilaman. Istiqbolda mana diktorlik yo'nalishida, qo'shiqchilik yo'nalishida o'zingiz maktabingizdan aytib qo'ya qolib, 2-maktabda bugun 8-sinf o'quvchisi Shabnam. She'riyat yo'nalishida taniysiz. Hammasi deputatlar kengashga murojaat qilganmiz, tegishli tashkilotlarga murojaat qilganmiz. Hammasi nima dedi, etapni navbatma-navbat dasturga kiritilib amalga oshirilyapti, lekin bugun aytilgan muammo bugun bo'lib qolmaydi. Lekin buni hammasi yechimi
ketma-ket e'tiborlarni yechilib kelinmoqda. Lekin u muammo 20 yildan beri qolgan ekan o'sha. Shu paytgacha qolgan edi. Oldin ham murojaatlar qilingan, oldin ham bu masala bo'yicha ko'rilgan. Lekin hammasi bir-biriga bog'liq bo'lib kelyapti. Mana bizni tumanimizga rahbar kelgandan beri men o'zim deputat sifatida oddiy bir xalq sifatida aytadigan bo'lsam ham hech qaysi murojaatimiz e'tibordan chetda qolgan yo'q. Bu har bir yoshdan keladimi yoki bir mahalla fuqarolaridan keladimi, kimdan kelishidan qat'iy nazar o'zlari eshitib har bir muammoni yechimini mutasaddi shaxslar bilan o'rganib chiqib qo'ldan kelishicha yordam beryapti. Lekin hech kim e'tibordan qolgani yo'q. Bu yerda siz buni maqtov yoki boshqa narsa deb tushunmang. Men siz ikkinchi etap deputat bo'lishim, mana shu etapni amal qilganda men muammolarni yechimini ko'rib aytyapman-da. Bu bo'ladigan masaladimi? Bo'ladi deydi. Bo'lmaydigan bo'lsa buni ham bir yo'lini o'ylab topishga harakat qilyapti-da. Ayniqsa mana yoshlarga ham e'tibor beryapti. Hozir men o'ylashimcha ko'proq e'tibor yoshlarga qaratilgan. Yoshlarga ham endi ko'p muammolar. Bitta yoshlarga desak, u ma'qul bo'ladi. Bu yerda yosh katta bemorlar bor, xastalar bor-da endi. Qiynalayotganlar bor. Mana uylar bilan ta'minlanyapti 285 trillion qarori bilan. Xotin-qizlarimizga juda kuchli e'tibor berilyapti. Har bir kelgan yolg'iz onaman deganda ham dard eshitilyapti. Mana Fashon yo'li bilan qancha oilani qancha bir oilani endi o'zimni mahallamda ham menga tegishli mahallada ham nechta odamga uy shitirlarni berildi. Ularga ramkalar, eshiklargacha olib berilyapti. Endi buni o'zi ham katta. Moddiy tomonlama ham pul tomondan ham yordam berilyapti. Dori-darmonlarga yordam berilyapti. Davolanishlarga yordam berilyapti. Buni hech kim inkor qilolmaydi. Mana tumanimizda bo'layotgan o'zgarishlar, nimalarni hammasi yaxshi. Obodonchilik bo'yicha mana qarang. Hozir mana fontanlarimiz, yoshlarimiz har kuni aytayki, mana salqinlar yerga onalar farzandlari bilan chiqib dam olib ketishyapti. Hamma tomonda islohotlar amalga oshirilyapti. Gullar yashnab, yangi mana gullar ekilyapti. Obodonchilik ishlari, tozalik hammasi e'tiborga olinadi. Loyihachilar o'rganib chiqqanda mablag' ancha katta summadan topiladi. Buni baribir o'zimizda o'sha mahallada yashaydigan iqtisodiy baquvvat o'sha tadbirkorlarimiz bor, fuqarolarimiz bor. Ulardan boshqa tadbirkorlardan yordamida ko'magida buni biz gaplashib olganmiz. Joyida o'sha mahalla faollar bilan, oqsoqollar bilan, tuman tegishli mutasaddilar bilan joyiga borganmiz, o'rganganmiz. Bu e'tibordan chetda narsa emas, e'tibordan chetda qolgan narsa emas. Biz borganmiz, joyiga ko'rganmiz, o'rganganmiz, buni o'zimizni chora tadbirimizda turibdi. Buni mana shu buyuk xudo xolasa 1-sentabrgacha o'sha ko'prikni aholiga bir yangilab berish niyatimiz bor va buni albatta amalga oshiramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Masala bilan bo'lgani uchun fayzli bo'ladi, ham savobli bo'ladi. Endi ozginagina mehnatingiz qo'shilsa, unga boshqacha mehr bilan qaraysiz. Shunday. Rahmat. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari bu yoqda jurnalist opamiz kelibdi. Opa, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bizni tanishtirib o'tsangiz. Men Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi raisi Shohida Damanovanman, jurnalistman. Mana ana shu tumanda mana misol uchun bitta bloger mana misol uchun men keladigan bo'lsa, mana siz kelyapsiz jurnalist bo'lib. Istoqatlarni ko'ryapsiz ko'zingiz bilan? Albatta, nafaqat Arnasoyda, balki hamma tumanimizda ham o'zgarish juda ham katta. Hamma narsa bosqichma-bosqich boya aytib o'tishdi, lekin tuman markazlarimiz haqiqatan ham 2 yilni, 3 yilni orasida juda ham katta o'zgarish bo'lgan. Bosqichma-bosqich tumanning markazidan keyin mahallalarga o'tilyapti. Shunaqa tumanlarimizda shunaqa mahallalar bor, o'sha rivojlanib, mahalla markazlari qurilyapti. Keyin boshqa qishloqlarga. Keyin menga ko'pchilik aytishdi, sen hokimga sotilgan bo'lishing mumkin deb aytish mumkin-da. Mana siz jurnalistsiz, mana siz kelyapsiz o'zingiz. Qanday o'zingizning fikringiz? Shu bo'yi aytib o'tganimdek. O'zgarganmi? Chiroyli bo'lib qolganmi? Albatta, men mana shu tizimda yoshlar tashkilotida ish boshlaganiga 2,5 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha 2,5 yil avval juda ham ko'p kelganman Arnasoyga, yo boshqa tumanlarga ham chiqqanman. Albatta 2,5 yil ichida bo'yi aytganimdek o'zgarish juda ham katta. Ayniqsa o'sha yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar, parklar, xiyobonlar, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun tumanni rahbariyati barcha sharoitni yaratib berishga harakat qilishyapti. Mana lekinda ko'radigan bo'lsangiz mana iLife O'zbekiston Arnasoy deb chiroylikgina mana qo'ying yangi fontana qurilgan, barcha sharoitlar bo'lyapti. Opajon, rahmat sizga ham.
bo'lingan ishlarni mana kelib ko'ring, nimalar bo'layotgan, nima qo'yayotganligini barchasini mana ko'ring dedi. Men endi bu yerda nima demoqchiman, tumanda bo'layotgan ishlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Albatta videomizni ikkinchi qism, uchinchi qismga ko'radigan bo'lsangiz, ushbu videolar barchasini kanalimga qo'yib boraman va kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Barcha yangiliklar bo'yicha siz ushbu Xurshid Abdur kanalida xabardor bo'lib turasiz. Xurshidjon, sizga bitta yangiligimiz bor. Aynan mana shu bugungi tadbirlar dastur doirasida yana bitta xushxabarimiz bor. Arnasoy tumani kun kecha tuman hokimimiz Xurshid Shukurboy Sharmonlovga xabarni yetkazdi. Arnasoy tumanida Arnasoy Goldtex mas'uliyat cheklangan jamiyati faoliyat yuritadi. Tekstil korxonamiz. Tumanimiz sekin bosqichma-bosqich shu iqtisodiy ijtimoiy salohiyatni ko'tarib boryapti. Kecha masalan xushxabar eshitdik. Tashabbus 2021 ko'rik tanlovida respublika bosqichida Arnasoy Goldtex O'zbekiston o'tkazish bo'yicha birinchi o'rinni egallab, oliy sovrinni qo'lga kiritdi. Biz hozirgi kunda mana shu muhokamani tayyorlashda ertaga shu tashakkurnomamizni bildirmoqchimiz. Sizlarga qahva yordam beradimi shunda? Buni biz tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan ko'rikda tashabbus 2021 da respublika bosqichi Arnasoy tumanida Goldtex emchishi korxonamiz o'sha respublikada birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Goldtexning faoliyati nimalardan iborat? Bu tekstilniy korxona. Tekstil korxonasi. Bu pardalar, choyshaplar, shunday mahsulotlarni tikib chetga eksport bilan shug'ullanadi. Bu juda yaxshi natija. Bu hozir Arnasoy tumanida ancha yillardan buyon bunday ko'rsatkich kuzatilmagan. Mana bu yil mana shunday ko'rsatkichlarga erishyapti. Bu ham tuman hokimimizning sa'y-harakatlaridan. Ya'ni prezidentimiz tadbirkorlarga ancha qulaylik yaratib berilyapti. Hokimiyat tomonidan ancha qulayliklar yaratib bergani sababli mana shu tushlarga erishilyapti. Xuddi shunday. Shunday xushxabarimiz bor. Buning uchun nima deymiz? Prezidentimizga rahmat deymiz, mana shu tadbirkorimizga rahmat deymiz. Mana tumandagi katta yirik korxona bu. 1200 ish o'rniga ega. Mana shu tumanimizda, nafaqat tumanimizda, balki qo'shni tumanlardagi ishsiz bo'lgan 1200 nafar aholini ish bilan ta'minlab turibdi. Ish bilan ta'minlab. Mahsulotning 95%ni eksportga yo'naltiryapti. Turkiya, Rossiya davlatlariga eksportga yo'naltirdi. Statistika bo'yicha Arnasoy tumani eksport summasi 3.895 million dollar. 3.895 million dollar. 3.895 million dollar. Deyarli 4 millionga yaqin. Bu statistika bo'yicha qanday ko'rsatkich? Hozirgi kunda birinchi yarim yillik rejamizda biz bajardik 102%. Kecha o'zlarining tuman hokimimizning xabari bor. Lekin biz kelgusi yillarda yilning yakunigacha bu eksport salohiyatimizni yanada ortiq bilan 120-130% ga ortiq. Ya'ni 4 million dollar emas, to'g'ri bo'lsa 10 millionga 4,5 bosqichma-bosqich bo'lganda 10 million dollarga ham yetkazsak bo'ladi. Bunga bizning salohiyatimiz ham tumanimizda anaqasi ham juda ega. Investitsiya olib kirish bo'yicha qanday sizning fikrlaringiz tumanga? Hozir prezident aytyapti, investitsiya olib kiringlar. Qanday sizning fikrlaringiz? Investitsiya borasida jozibadorligimiz yetarlicha. Bizda shunday bir imkoniyat borki, viloyatimizdagi boshqa tumanlarga nisbatan bizda juda katta imkoniyat bor. Ya'ni turizmni rivojlantirish. Mana shu juda ham Arnasoy ko'llar tizimi atrofida turizmni rivojlantirishimizga juda katta imkoniyatlarimiz bor, sharoitlarimiz bor. Ya'ni xizmatlar sohasini rivojlantirishga, glamping, kempinglarda, cho'milish havzalarini rivojlantiradigan bo'lsa, keyingi bosqichlarda bo'yindaqa sport turizmlarini, vodniy sport turizmlarini rivojlantirishga imkoniyatlarimiz juda katta. Endi tadbirkorlarga yer masalasi bo'yicha Xurshid aka nima deb qolasiz? Misol uchun puli bor tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, shu Aydarko'l tomonidan hududidan o'zining investitsiyasini olib kirib, tadbirkorlikning ish faoliyatini olib borsa bo'ladimi? Endi Aydarko'l atrofidagi yerlar bu hududiy
jihatdan Forish tumaniga tegishli. Biz hozir buni Adnasoy tumaniga o'tkazish kommunikatsiya tomonidan Adnasoy tumanida qulayliklarga ega bo'lganligi uchun mana shu Adnasoyda iqtisodni rivojlantirishni ta'kidlab o'tdi, to'g'ri. Bizda birdan bir manba bu iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy birdan bir manbasi shu turizmni yo'lga qo'yish. Shu turizm orqali Adnasoydan aholini mana shu ko'lga o'tishini ta'minlasak, Adnasoydan shu turistlar, boshqa ichki turizm, tashqi turizm o'tadigan bo'lsa, Adnasoy rivojlanadi. Mana bu bo'yicha biz o'zimizning taklifimizni berganmiz. O'sha Adnasoy hududiga yaqin bo'lgan Aydarko'l qirg'oqlaridan Adnasoy tuman hududiga qo'shib berish bo'yicha. Hozir bu taklifimizni viloyatga berganmiz. Viloyatda ishlanyapti. Bu o'z navbatida senatga ko'rib chiqilgandan keyin mana shu hududlarda ma'muriy hudud tuzilishi bo'yicha senat qarori chiqqandan keyin bu narsa amalga oshadi. Albatta bungacha biz tadbirkorlar bilan uchrashyapmiz, olib kelib ko'rsatyapmiz. Mana shu harakatimiz amalga oshsagina bizda keskin o'zgarish bo'ladi. Boshqa jihatdan ham o'zgarish asosiy qishloq xo'jaligi tumani bo'lgan Adnasoy. Lekin bugun biz qishloq xo'jaligidan o'tib sanoat ishlab chiqarishni rivojlantiryapmiz. Adnasoy tumani o'zi avvaldan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan bo'lib, lekin biz bugun qishloq xo'jaligi bilan cheklanib qolmasdan sanoatni rivojlantirish bo'yicha ishlarni amalga oshirib boshlaganmiz. Mana o'zingiz misolni ko'rib turibsiz. Natijasini birgina Adnasoy Goltex vasita cheklangan jamiyatimiz mana Toshkentda bo'lib o'tgan, kuni kecha bo'lib o'tgan tashabbus 2021 ko'rik tanlovida respublikada birinchi o'rinda oldi. Mana shu eksport yo'nalishi bo'yicha, shu aholini ish bilan ta'minlash yo'nalishi bo'yicha o'sha nominatsiyalar bo'yicha hamma ko'rsatkichlari yaxshi bo'lib, respublikada birinchi o'rinda oldi. Mana bu ham bizda qishloq xo'jaligidan sanoat ishlab chiqarishga sekinma-sekin qadam qo'yayotganimiz. Biz albatta bu rivojlanishda to'xtab qolmaymiz. Qishloq xo'jaligi bilan parallel bir ravishda biz qishloq xo'jaligidan yetishtirilgan mahsulotlarni bugun qayta ishlab chiqarish, buni faqat mahsulotni o'zi emas, qayta ishlab chiqarish, eksport qilishgacha bo'lgan jarayonlar ustida ish olib boryapmiz. Xudo xolasa bu niyatlarimiz hammasi amalga oshadi. Mana shu tumanimizda rivojlanishiga mana shu vazifada o'tirgan ekanmiz, o'zimiz albatta hissamizni qo'shamiz. Keyin Aydarko'l masalasi bo'lganida, misol uchun o'zim Aydarko'lga borib keldim, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Tumanga agar Aydarko'lni haqiqatan investitsiya olib kiradigan bo'lsa, tadbirkorlar keladigan bo'lsa, tumanga juda ham katta foydasi bor. Bu dam olish maskanlari hamma tumanimizda iqtisodiy rivojlanishning eng katta drayverlaridan biri deb hisoblasak ham eng katta, chunki agar shunchalik xizmatlar sohasini juda yaxshi rivojlantirsa bo'ladi. Ko'llar, baliq bu yerda ko'p, ekin cho'milishga, dam olishga sharoitlarni yaratadigan tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdan, boshqa O'zbekistonning boshqa tumanlaridan kerak bo'lsa, chet davlatlardan kelib dam olish uchun kelib ketadi. Albatta bu yerda o'ziga yarasha qulaylik tomoni Aydarko'lda. Mana biz dam olish bo'yicha xizmatlar deyapmiz. Dam olish maskanlari, xizmat ko'rsatish bo'yicha. Xizmat ko'rsatish nima? O'sha Aydarko'lga borgan bo'lsangiz, atrofida balchiqlar bor. Kichkina orolchalar, balchiqlar bor. Bu balchiqlar bugun Toshkent shahridagi katta sanatoriyalarga olib ketadi o'sha yerdan balchiq ketiladi. Keyin yana qum bilan davolash usuli bor o'zimizda. O'sha yerda qum bor. Mana buni mutaxassislar bilan biz investorlar bilan borib ko'rganmiz. Mana shu narsalar joyida borib tushuntirganmiz. O'sha qumni, o'sha balchiqni bu yerdan nafaqat dam olish, yerda o'sha xizmat ko'rsatish, sog'lomlashtirish maskanlarini qursak bo'ladi. Mana shulardan odamlar foydalansa bo'ladi. Tabiiy yaratilgan mahsulotlardan ulardan unumli foydalanishimiz kerak. Ular imkoniyatlar bor, faqat imkoniyatlardan foydalanish kerak shu. To'g'ri foydalanish kerak. Hokimiyatga kirganimizda juda ham bir chiroyli kartinkalarga ko'zimiz tushdi. Bu qish manzarasi, bahor manzarasimi bu? Yashil. Mana bu endi kuz manzarasi bo'lsa kerak-a? Buni u tumanning yoshlari chizgan bu kartinkalar. Tumandagi musiqa va san'at maktabini o'sha o'quvchi va o'qituvchilar tomonidan chizilgan rasmlar. Bu kartinka juda chiroyli-ku. Chiroyli, o'zimizda Amir Temur darvozasi. Mana kartinkaga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham chiroyli. Qanday? Mana teraklarda nima deydi? Soyasi ko'rinib turibdi.
G'allarol Amur Temur darvozasi. Bu qish birinchi qor bular. Mana bu qishloq manzarasi, tog'li manzara. Baxmal tog'lari. Baxmal tog'lari. Uni zakaz bergansizmi o'zingiz? Akmal Xushteka? Zomin Baxmal chegarasi. Jahon ana nima qilib keldingmi? Ha. Jahon. Ko'rdi. Rasmiy. Gap yo'q, juda chiroyli. San'at asarlari mana. Gap yo'q. Bu kartinkalarni avtori bemalol o'zini biznesini ham qilsa bo'lar ekan. Mana bu Aydarkul hozir borib ko'rdimda. Bu mana bu chizilganmi, rasmga olinganmi? Chizilganmi? Bu mana chizilgan. Xuddi ko'rinishiga qarasangiz, ha, mana chizilgan. Juda ham chiroyli holatda. Gap yo'q.